Mana ko'ryapsizlarmi? To'pli polni setkaga bo'ylagan. Bu juda ham xato va noto'g'ri hisoblanadi. To'pli polni дорожный setkaga montaj qilish juda ham xato degan qarash bo'lardi. Bunga sabab oldin montajlarimizda sim bilan bo'lgan. Simni qattiqroq siqishi holatida to'pli pollarimiz kesilgan. Hozirgi kunda bizda to'pli pollarimizni zajminga montaj qilamiz. Bu holatda to'pli pol kesilmaydi. Aksincha, дорожный setkani to'pli polga bir nechta foydali taraflari bor. Birinchi afzalligi, дорожный setkada stejkamizni mini monolit bo'lib oladi. Ikkinchi afzalligi, mini monolit bo'lishining hisobiga stejka yuqori tushgan joyda ham stejkani yorilishiga qarshilik qiladi. Uchinchi afzalligi, gidroparabaryer skobalar bilan solishtirganda ulardan arzonroq chiqadi. To'r ustiliga sal ko'proq ish bo'ladi-yu, mijozga arzonroq tushadi va mustahkam narsa bo'ladi. Agar bu fikrimizga shubhangiz bo'lsa, biz o'zimiz ko'rdik, Yevropa ustalari ham hozirgi kunda shu amaliyotdan foydalanishyapti. Qisqa qilib aytganda, bu videoni дорожный setkaga bog'lash xato, noto'g'ri degan tanish bilish usta prorablarga jo'natib qo'ying.